Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhindeki Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında bugünkü bölümde Hisalul Hayri Mecmuatun fis Siddiq radiyallahu anhu. Bütün yaxşılık hisletleri Ebu Bakır Sıddık'nın özüde cuğlanğan idi deydi bu bölümde. İbn Abi Dunya degan alim Makarimul Ahlak namlı kitabıda bir hadis sözü bayan qilgan. İbn Abi Dunya bolsa bütkül İmam Gazali'ye o'xshash qalbiyat ilmi bilan münasebetlik ulamalarniki asasen imam ustazı bo'ldi. İbn Asakir Sadaqat ibn Maymunul Qurayshidin bu kishi Sulayman ibn Yasar degan tabi'indan bayan qilgan. Sulayman ibn Yasar sahabe emas tabi'in. Özü Paris milletidan bo'lgan bilan Meymune raziyallahu anh'ın qulu çoğu bo'lgan. Peygamberimizin ayıl tavabatının kulu da. Medine'deki meşhur 7 fakih ötken tabiilerdi. Şununki biri. Bu kişi Ömer ibn Abdülaziz'deki devirde Medine'deki baza başkuruş işlerine bazanın mudiriyetçilikini kıygan. Bu kişi eğitim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şundak degen yaxşılıkның bütün türü, xisletleri 360 tane olup Allah bir bendiği yaxşılıkını irade kılsa şu 360 xisletten birini şu adamda kılıdı ki şu arkalık o insanı cennetke Allah ekirdi dedi. Ebu Bekir dedi ki ya Resulallah ben de şu xisletten biraz bağımı degen vaxtıda hemmisidim cuğlanğan halette bahsende degen. İbn Asakir yani bir senet arkalık Sadaqatul Qurayshi degan kişi arkalık tövendeki hadisini bayan qilgan. Bu kişi bunu Rajjal degan kişiden bayan qilgan. Endi Rajjal degan kim o desek be qo'rqinchliq. Rajjal özü sahabe bo'lgan. Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki qishqa bütün Arab qabilalari ömek ulab kelgan vaqtida Rajjal adirqi Najddan Bani Hanif qabilasiga vakolatan bu bir ömekniki bir bölük bo'lib kelgan bu bir necha kishi bilan. Bu kişi bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni görüp təsirlenip, Resulullah'ın Kur'an ügünüp, hadislerini ügünüp, Kur'an'ı yaxşı okuyduğun, Allah'ını yaxşı tonuğan, ibadet kılgan, zahid, takva bir kişi idi. Bu hem de sahabe, şu devirdeki bir sahabe hem de. Ebu Bekir Sıddık'nınki zamanı kelgan vaqtida bu kişine Musaylem tutuna kazzab peygamberlik davası kılgan vaqtida şu Necid'niki umum ahvalini, Bani Hanif qabilasındaki umum ahvalini yaxşı biladi deb, şu Medine'deki koşullar bilan birga Rajjalni nimaga avatgan? Vakil sifatida Bani Hanif qabilasiga Musaylimaga avatgan. Amlekin afsus bu Musaylimaning fitnasidan bekrak bu Rajjal ibn Unfaniki fitnasi nəhayət ig'ir bo'lgan. Bu kishi uyaga berib başqacha şu özüne ait kambag'al o'tgan bir adam Musaylima buni huquq berish va shundaqla o'zining mol dunyosini berish orqali buni qiziqtirgandan keyin bu oldinib hatto sen bütün yerim mulkimni berma sen men bilan bir taraf bo'lgin degan vaqtida bu kishi Musaylimaniki yaxshi sifatlarini bayon qilgan. Hatto payg'ambarimiz buni payg'ambarlik sherik qilgan edi deb bu yerda yolg'on yovdoq gaplarni tarqatgan. Shu orqali shu Bani Hanif qabilasi bütün şu Musaylima kazzabni qo'llab, hatto buning askari 40 ming askarga yetgan. Bu islom tarixidagi nəhayət ig'ir voqea, ya'ni ridda, ya'ni murtad urushi degan urush shu bo'lgan. Bu fitnada Musaylimaning rolidan bekrak, bu Rajjalninki roli nəhayət ig'ir kelib ketgan. Bu o'tgan vaqtida nəhayət taqvo o'tgan, zohid o'tgan, lekin yanğan vaqtida bu biroqli yenib, bu Bani Hanif qabilasiga, bu arablarga ig'ir darajada ta'sir ko'rsatib, demak bu Arab yerim orolini ikkiga bo'lib o'tganda shu paytlarda. Bir qissada mundaq deydi, bir kunsi Abu Hurayra radhiyallohu anhu Furrat ibn Hayyan va Rajjal degan 3 kishi birga o'tiribdi ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uchaylarga qarab turib, sizlarning biringlarniki shu iziq kishi bu Uhud tog'idan yo'g'onmishda katta bo'ladi deb uzaqda degan ekan. Bu hammalar qo'rqib ketgan. Abu Hurayra yomon qo'rqib ketgan. Men mush davzaga ahli bo'lib qolarmi deb. Furrat ibn Hayyan yomon qo'rqib ketgan. Bu uchaylan hayot baq qo'rqish ig'ir avval bo'lib Rajjal ibn Unfa murtad urushida Musaylim ibn Kazzabning sepida o'ltirilgandan keyin Furrat ibn Hayyan bilan Abu Hurayra Allohga shukr qilib sayda qilgan. Ey Alloh bizni shulardan qilmabsa deb. Demek insan özün ibadetinden, özün takvalıktan mağrurlanması gerek. Allah subhanahu ve teala şu mağrurlanıştan, şu kibirden Allah saklısın.
Bu kishi deydimde bu sahabe vaqtida rivoyat qilgan so'z bo'lsa kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday degan. Yaxshilikning xislati turi 360 tani bo'lib, deganda Abu Bakr ya Rasululloh, uningdan menga birsi bo'lib bo'lgan degan vaqtda hammasi senda bor Abu Bakr, sana muborak bo'lsin deb payg'ambarimiz shunday degan. Shundaqla Ibn Asakir Mujamma ibn Yaqub al-Ansari bu kishi dadisidan bir hadis bayon qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki halqisi hamda o'tiradigan so'rni masjidda demoqchi bo'lsa kerak. Bir-biriga giralishib ketadi deydi. Bu hatto qo'rg'ondek shunday o'ylanib, chambarchas bo'lib ketadi. Lekin Abu Bakrniki o'tiradigan joyi bo'sh deyadi. Shunda qisqasdan bo'lsin-da, uni hech kim tamoq qilmaydi, men o'tirulay deb o'tirib olmaydi. Abu Bakr kelgan vaqtida shu o'zining joyiga kelib o'tiradi. Rasulullohning yuzidan yuzlanib, ro'bro Abu Bakr qarab yuzlanadi. Va shu vaqtida Abu Bakr qarab so'z qiladi, kishilar anglaydi deydi. İbn Asakir Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilib, bu kishi deydi, payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday degan: Abu Bakrni so'ymak, uning rahmat, minnatdorlik bildirmak butun ummatimning majburiyati degan. Buning o'xshash hadisni Sahl ibn Sa'diniki yo'l orqali bayon qilingan deydi. Ayşe radhiyallohu anha marfu, ya'ni Rasululloh ulanma holatda hadis bayon qilib, kishilarning hammasi javob berdi, hisob berdi dedi Abu Bakrdan boshqa. Shunda, ya'ni bu Abu Bakrdagi xislatlar. Hem de Abu Bakr to'g'riliq kelgan Qur'ondagi oyatlar, hadislarni tanishib chiqdik. Hem de sahabeler ve salaf solihlar Abu Bakr haqida nimalar degan buni tanishib chiqaydi. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilib, Umar ibn Xattob shunday degan: Abu Bakr bizningki xo'jimizdir, bizning Mavlanadir deb shunday degan deydi. İmam Beyhaqi rahmetullahi aleyh Şuab-ül İman namlı hadis kitabında Ömer ibn Xattab radhiyallahu anhu rivayet qilib, agar Abu Bakrning imoni bir jingda, bütün yer şarının imoni, yer şardagi musulmonlarning imoni bir jingda jinglansa, Abu Bakrning imoni bularni besib ketadi dedi. Şunu ümmetki tang odam deb qaralgan. İbn Abi Haysama Abdullah ibn Ahmed'in Zavaid-u Zuh namlı kitabında Ömer ibn Xattab radhiyallohu anhu rivayet qilib shunday deydi. Haqiqatan Abu Bakr hammamizningki oldida nayt aktiv ko'zi ko'ringan bir sahabi edi deb javob bergan. Ömer ibn Xattab, men Abu Bakrningki meydisiga bir tal tukib ketsamchu deb mushtaq degan. Buni Musaddad degan olim o'zining Mustad nomli kitobida bayon qilgan. Demak, bu Abu Bakr Siddiqdagi umumiy bir fazilatni ko'rib, shuni tamoq qilgan bo'lsa kerak. Ömer yani shunday degan: men bir jannatdagi bir joy bo'lib ketgan bo'lsam-chu, Abu Bakrni ko'rib huzurlanadi ekanman degan. Buni Ibn Abi Dunya Ibn Asakir chiqargan va yani shunday degan: agar Abu Bakri şu emberning purqidimi nayati puraqliq, nayati huzurliq yiqimliq edi dedi. Buni Abu Naim chiqargan. Ibn Asakir Ali radhiyallohu anhudan bayon qilib, Ali radhiyallohu anhu Abu Bakrning qishig'iga kiribdi. Shu vaqtda bir narsa yo'g'ilib yotgan ekan. Shu vaqtda mundaq degan: Alloh subhanahu va taologa o'zining nomi amali bilan ushqashgan kishilarning ichida mush yo'g'ini olgan kishidanmi sevimli kishi yo'qdir menga degan. Bu darajasining yuqori fazilatning kattaligidan deyilgan so'z. Ibn Asakir rahmatullohi alayhi Abdurrahman ibn Abi Bakr Siddiqdan hadis bayon qilib, payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday dedi. Buni Abdurrahmonga Umar ibn Xattob degan ekan. Payg'ambar alayhisolam shu vaqtida Abu Bakrga kim musobiqlashadi ekan yaxshilikqa nisbatan, uning oldiga cho'qim kirib ketadi deb shunday degan ekan. İmam Tabrani Avsat namlı kitabında Ali radhiyallohu anhudan bayon qilib shunday deydiki, Allohning nomi bilan qasamki, har qanday yaxshilik biz musobiqlashsaklam Abu Bakr bizning oldimizga kirib ketadi dedi. Mana bu sahobalarning baholari. Tabrani yana Avsat namlı kitabında Abi Juhayfa degan kishi orqali hadis bayon qilib, bu kishi deydi Ali radhiyallohu anhu mundaq degan: kishilarning eng yaxshisi Rasulullohdan keyin Abu Bakr Umardir. Meni yaxshi ko'rib Abu Bakrlar Umarni uch ko'rib nafratlasa, bu mu'minning qalbida jug'lashmaydi. Men yaxshi ko'rganim, cho'qim bularni yaxshi ko'rdi demoqchi. Endi Kabir namlı kitabında, bu Kabir degan bu Tabrani'ninki Avsat Kabir namlı kitapları var. Abdullah ibn Amr'dan bayon qilib mundaq degan: Qurayshlardan 3 odam bor. Bular Qurayshning ichidagi yuzini aytdi yo'riq odamlar. Axloqi go'zal odamlardir. Bularning qalbi aytdi kuchlik, aytdi temkin adamlardır. Eğer ular sana söz qilsa yolg'on aytmaydi. Agar sen ularga söz qilsang seni inkar qilmaydi. Bular Abu Bakr Siddiq, Abi Ubayda ibn Jarrah, Osman ibn Affandir degan.
Hem de İbn Sa'd İbrahim'un Naxai degan olimni bayon qilib, İbrahim'un Naxai'nin ayet katta büyük olimlardan. Bu kishi deydi Ebu Bekir'ni Evvah deb atışatdi deydi. Çünkü o nayeti mulayim, nayeti qo'shiqkang, nayeti shafqatlik, mehribon odam bo'lg'achqa. Hem de Evvah degan Allohga ko'p nayeti munojat qildigan, Allohga ko'p sig'indigan, nayet duo qo'y odamlarni Evvah deb atiladi. İbn Asak, Rabi ibn Anas degan kishidan bayon qilib, bu kishi deydi, samaviy kitoblarda mundaq yozilgan ekan. Abu Bakr Siddiq yağmur tamchisiga o'xshaydi. Nega tushsa, shu yerga foyda yetkazib ko'kiltadi deb yozilgan. İbn Asak, Rabi ibn Anasdan bayon qilib, yana shunday deydi. Burun payg'ambarlarniki sahobalarga biz qarab baqdik. Hech qanday bir payg'ambarning Abu Bakr Siddiqdek bir sahobisi bo'lgan emas deydi. İmam Zuhri'den bayon qilib, Abu Bakrning fazilatidan hech vaqt Allah to'g'riliq hech qanday shak qilib baqmagan deydi. Shakni xiyolligim keltirmagan demoqchida. Zubayr ibn Bakkardan hadis bayon qilib bundaq deydi. Ba'zi ilm ahlining bundaq deganligini anglagan edim. Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki notiq xotiblardan Abu Bakr Siddiq, Ali ibn Abu Talib edi deydi. Abi Hasin degan kishidan hadis bayon qilib, so'z bayon qilib bundaq deydi. Payg'ambarlardan keyin odam bolasi ichida Abu Bakrdan afzal bir inson tug'ilmagan. Chunki Abu Bakr murtad kuni biz darsdan o'tgan Musaylima kazzobning zamonidagi ishlar payg'ambarlar maqomida turib ish bajargan shu vaqtida deydi. Allah subhanahu va taolo bizni shu Abu Bakr kabi sahobalardan biriga qilsin va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.